Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun yana ishimizni boshladik. Buvayda tumani Nayman qishlog'ida mana shu sigirimizni tuyoqlari narsa o'sib ketibdi, janavar zo'rg'a yuribdi ekan. Shularni achchaqlab, tekizlab sizlarga ko'rsatamiz. Like'larni bosib obuna bo'lib turasizlar. Oyoqlari yana mashina qo'yib ketgan. Hozir chaqlab, tekizlab yana ko'rsatamiz. Mana farqi. Biz asli mana bunaqa bo'lishi kerak. Mana shunaqa darajada o'sib ketgan. Hozir buni shuni ham tekizlaymiz. Oyoqlari mana stakan yo'q bor. Ularni ham shunday quchoqlab tekizlab qo'yamiz. Nomerlar qo'yib qo'yamiz, telefon qilasizlar. Vodiy bo'ylab tuyoq xizmatimiz bor. Mana aravamiz. Mana stanovimiz. O'ng oyoqlar. 20 sent to'p ketgan katta to'p. Mana shu holatda olib qo'yiladi. Yana bir mazza qilib beradi. Old oyoqlari mana shu holatga keltirib qo'yilgan. Stakan tuyoq. Mana shu holatda. Bularni like'larni bosib obuna bo'lib turasizlar. Vodiy bo'ylab tuyoq xizmatimiz bor. Nomerlar qo'yib qo'yamiz, telefon qilasizlar.